Qalbda ayolingizga mehringiz bormi? Qizg'onmasdan bering egasiga bu mehrni. Taltayib ketadi demang. Ayolni mehr buzmaydi, uni e'tiborsizlik buzadi. Aytmasam ham biladi demang. Ayol uchun eshitish, his qilish juda ham muhim. Endi biz ayollar shunaqamizda, shunaqa yaratilganmiz. E'tirozingiz bo'lsa faqat o'ziga murojaat qiling. Mehr tuyg'usi o'zi shunaqaki, sen mening dunyoyimda borliging uchun baxtiyorman degan tuyg'u va uni tez-tez aytib turishingizda, izhor qilishingizda gap ko'p. Negaki qalbingizda o'zga bir insonga nisbatan tuyg'u joylansa, bilingki, uni ulashish kerak. Mehr ulashilganda ko'payadi. Yashirilganda esa so'nadi. Qanaqangi dono bo'lsa-da ayol kishi, qanaqangi aqlli bo'lsa-da, lekin erkakdan shu donolikni, aqlni ham vaqt kelsa bekitib turish kerak. Tadbirkor ayollar, biznes egalari ayollar juda ham ko'payib ketishgan, ko'ryapsiz. Lekin nimaiki bo'lmasin, erkaklardan ustun biz tura olmaymiz. Biz erkakni so'zi, erkakni qarori, erkakni nima deydi, fikri birinchi o'rinda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu yerda qayerdadir anglashmovchilik bo'layotgandir ayollarda, qizlarimizda. Ra'no Mo'minova YouTube kanalida vaqt qadri kuzatib boring. Faqirni boyib ketishi imtihon. Boyni qashshoqlashib qolishi bu ham imtihon. Farzand dog'i imtihon. Og'ir xastaliklar ham imtihon. Aslida insonga sinovlarni kelishi emas, balki odamni o'sha sinovlardan chiroyli o'ta olishligi muhim. Boshiga shunday sinovli kunlar kelganida sabr qilgan kishiga ajr mukofot bor ekanligini doim xayolida tutishi kerak-da, o'ylab yurishi kerak, haqida ishonish kerak bunga. Imtihonlar orqali inson shuni anglaydiki, har bir jon va mol dunyo yaratgan tomonidan berilgan omonat va u xohlagan vaqtida oladi omonatini. Qaytarib olishi mumkin, to'g'rimi? Musibat qanday qilib ne'mat bo'ladi degan savollar ham tug'ilishi bu tabiiy. Buni javobi hadislarda. Bu dunyoda qanchadan qancha orzular amalga oshmagan, qanchadan qancha niyatlar ko'milgan, sevgi, muhabbat yo'llari ayro bo'lgan. Sabab esa birgina. Odamlar nima derkin degan xavotir. Bilasizmi, inson zotining eng katta qo'rquvi bu sharmanda bo'lish ekan. Hatto o'limdan ham sharmandachilik qo'rquvi kuchliroq ekan. Kimdir ishim o'xshamasa kulguga qolaman deb orzusidan kechsa, yana kimdir oilamiz to'g'ri kelmaydi, odamlar nima deydi deb sevgisidan kechadi. Misollar tugamaydi. Odamlarga esa asrlar davomida gap uchun sabab kerak bo'lgan. Bizga kelganda to'xtasinmi endi bu odat? Agar bir haqiqat yodimizda tursa, bu holat yengillashishi mumkin. Ya'ni kimdir sizni g'iybat qildi, haqorat qildi yoki sizga tuhmat toshini otdi. Unutmangki, qiyomatda uning namozlari, tutgan ro'zalari, sadaqalari, qilgan amallari sizga beriladi. Ilohiy adolatning go'zalligini qarang. Alloh azza va jalla adolatli zotda. Oyoq qo'lingiz, aqlingiz, ko'zlaringiz, quloqlaringiz joyidami? Nimaga sizga bu savolni beryapman? Hozir har ikkinchi odamda tushkunlikda uzoq qolib ketish bor. Chiqib keta olmaydi bunday holatdan. Oh deydi, voh deydi, menga hech narsa yoqmayapti, depressiyadaman, hayotga qiziqishim yo'q deydi. Vaholanki yuqorida aytib o'tganlarimni oddiy holatdek qabul qilamiz. Nima endi, shuni ham shukr qilishimiz kerakmi degan fikrlar ham yo'q emas. Siz ko'zi ojizdan so'rang, ko'rish bahosini. Quloqlaringiz eshityaptimi? Bu baxt mazasini kar-saqovlardan so'rang. Uzoqqa bormang, ikki oyoqda yurish nima ekanligini mendan so'rang. Bu gapim bilan nolimayapman, alhamdulillah. Buni evaziga Robbim behisob ne'matlar berdi. Men hayotda diqqatimni yo'g'imga emas, borimga qaratib yashayman. Aytmoqchi bo'lganim, farzandlaringiz salomatmi? Farzandini yo'qotganga ayting shu gaplaringizni. Men tushkunlikdaman deb kamida Faysanga desa kerak. Tushkunlik holati deb o'zingizni oqlamang. Bu noshukrlik, bu kuchsizlik. Bilingki, hayotingizdan na maza, na sifat topolmaysiz bunday holatda. Umr esa o'tyapti-ku. Achinmaysizmi?
kurashish o'rniga bu holatga qulay joylashib olib yashash, bilmadim. Depressiya degan yangi pandemiya tarqaganmi?